Mana yosh bolalar ham международный biznes qilib, Koreya bilan, O'zbekiston bilan kollaboratsiya qilib, katta ishda ishlayapti. Toza puli bilan, halol puli bilan bunaqa 603 originalniy AMG Mercedes sotib olyapti. Hozir Muhammad ukamizdan bir ikkita gapini olamiz. Muhammad, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obunachilarimiz uchun sohing bo'yicha nimaga oldinglar? Ozgina tushuntir. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Dubai Avtoga keldik. Shu mashinani xarid qildik. Xo'p, aka biz investitsiya bilan shug'ullanamiz. Koreyaga O'zbekistondan studentlarni jo'natamiz. Mana anchadan beri o'zi niyat qilib qo'ydik. Bu xudo xolasa 3-mashinamiz. O gap yo'q lekin. Xudo xolasa endi bu yog'iga. Birinchisi nima bo'lgan? Birinchisi Tesla bo'lgan. Ikkinchisi Mercedes 213 bo'ldi. O gap yo'q. AMG. Lekin eng zo'ri hozir shu bo'ldi. Eng zo'ri hozir shu, xudo xolasa. Tabriklayman. Juda ham xursandman. Tez yuradigan mashina o'zim yaxshi ko'raman, tim bo'la AMG. Alloh xayrli qilsin. Zo'r mashina oldinglar. Bizdan rozimisizlar? Rozimiz. Abdushe, tabriklayman. Zo'r narxlar qilib berishdi. Alohida okaga rahmat. Afsulugalar hammasi zo'r bo'ldi. Rahmat. Kelinglar, xudo xolasa sizlarga ham xalq qilib beramiz.